دنیای سودا بگذرد، اندوه دلها بگذرد، همچون زمین بیکران نیکی بماند جاویدان، نیکی بماند جاویدان. السلام علیکم دوستان و مخلصان عزیز بیننده های شبکه شهنان. امروز جماعت ما در طرفخانه بخت در جشن 60 سالگی یوبیله کارخانه که در آنجا تمام مردم اقصای صحت گرفتند، در آنجا استفاده بردند. امروز 60 سالگی شفاخانه اوچسکوی اقصای شده ایستاده است و البته این کارخانه را با راهبری پردامرادک سلیمانوف کشاده شده است که از نام تمام کارمندان، از نام تمام شفاکاران امروز این سردختر را تبریک میگوییم و تشکر را میرسانیم که البته بعد از کشاده شوی، بعد از استقلالیت باز هم گلگل شکوفان شد و زیبا شده در رونق و رواجیابی اقصای خدمت کرده ایستاده است. با ما باشید، با شبکه شهنان ما سر میکنیم، رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مردم اقصای عظیم و البته السلام علیکم deymiz qimmatli vaqtlarni ayamasdan kelgan aziz otaxon onajonlar va albatta Oqsoyimiz shifoxonasi kollektivi barchalaringizni Oqsoy shifoxonasining 60 yillik yubileyi bilan tabriklaymiz. Marhamat o'tiringlar bemalol. Yubileylaringiz bilan deymiz. Va albatta o'zimizni oldimizga ana shu Oqsoy shifoxonasi uchastkasi doktori, glavvrachi Pardamurod aka Sulaymonovni taklif etamiz. Bitta guldiroz qarsakdagi sadosi ostida. Marhamat. Imroz Pardamurod aka dar Oqsoy ki yoki az xo'p Oqsoyimizda ana shu Samarqanddan uzoq bo'lgan yana bir qishloqda 60 yil oldin siz va sizga o'xshagan saxiy insonlar boshchiligida ajoyib bir uchastka shifoxona qurildi. Albatta xohladikki hech kim kasal bo'lmasin. Avvalo nafaqat shifoxonada, nafaqat ana shu uchastka joylarda, balkim kechasi bilan shifokorlar shunaqangi insonki uyda kechqurunlari bo'lsa ham qo'shnilar, qo'ni qarindosh, yaqinlar biror kim bemor bo'lsa, kasal bo'lsa, telefon qilishsa yoki kelib darvozani taqillatishsa beminnat xizmat qiluvchi insonlardir. Kecha kunduz demasdan faqat xalqimizning xizmatida. Yaqinda boshimizdan o'tkazdik, o kunlar qaytib kelmasin degan niyatdamiz. Yomon kunlarni o'tkazdik, pandemiyani o'tkazdik. O'zbekiston davlat prezidentimiz ham ta'kidlab o'tganidek, ana shu bizning davrimizning, zamonamizning qahramonlari shifokorlardir. O'z jonlarini xatarga qo'yib, kechani kecha demasdan, kunduzni kunduz demasdan, xalqimizni yonida turib, qo'lidan kelgancha xizmatda bo'lib va necha ming kishilar ana shu xalqimizga xizmatda bo'lib, ana shu yaxshi kunda hamisha yaxshi nom bilan tarixda qolishdi. O'shalardan biri siz kim? Mana hozir ana shu Oqsoyimizning uchastkaviy shifoxonasi mustaqillikdan keyin rivoj topib, hozirda katta bir poliklinikani tashkil etmoqda. Bugun jami Oqsoy xalqi nomidan, jami kollektiv shogirdlaringiz nomidan sizga mingdan ming rahmat, tashakkurlarni aytamiz. Rahmat, tashakkur deymiz. Va albatta so'z boshida yonimizda sizning eng yaxshi shogirdlaringizdan biri Jumayev Xayriddin akani taklif etamiz. Hozirda vrach lavozimida ishlab kelmoqdalar. Marhamat Xayriddin aka, sizni taklif etamiz. Albatta yaxshi niyatlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, hurmatli tibbiyot xodimlari. Mana bu yerga Husaynjon juda yaxshi gaplarni aytdilar. Haqiqatan ham bizlar mana shu yaxshi gaplarga qo'shilmasdan ilojimiz yo'q. Pardamurod akaning xizmatlari juda ham katta. Nafaqat Oqsoy qishloq, balki shu tog' zonasiga xizmatlari beminnat xizmat qilgan. Mana shu Oqsoy qishloq uchastka shifoxonasining asoschisi desak xato qilmaymiz. Mubolag'asiz ana shunday xizmatlari beminnat. Buni safida bo'lgan buyuk shifokorlar, mana Rajab aka Umarov, xo'sh, O'limapa Nazarova,
xo'sh, Homid bobo Xalilov xo'jalik mudiri, xo'sh, Irisqul aka Boltayev, Esanmurod aka Doniyorov, Asli aka Yusupov joylari jannatda bo'lsin. Mana hozirgi vaqtda ishlab kelyapti shu shifoxonamizni boshlig'i Hamdamov Aydin aka, O'ymatova Gulnoza opa, Xalilova Nazokat opalar, shular mana o'tganlari joylari jannatda bo'lsin, tiriklarini umrlari uzoq bo'lsin. Bugun mana shu bahona sabab bilan mana yig'ilgan ekanmiz. Mana bu Diydor Shirin dasturini mana hammalaringiz nomidan, mana kollektiv nomidan ochiq deb e'lon qilishga ijozat bergansizlar. Buyuk ruhdagi Samarqandining shunaqa misralari borki, ey shodi nes andarin jahon, bartar az didori ro'yi do'ston, jahonli shodligi yig'ilsa bugun, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Нет в этом мире радости сильней, чем лицезерных близких друзей, deydi. Yana nima aytish mumkin? Haqiqatan ham men hozir aytishga tilim ojizlik qilyapti. Ko'p narsalarni aytmoqchi edim. Endi shakarni kami yaxshi, men harakat qilaman. Mana bu yerga boshda mendan ham keyin yaxshi gapiradigan insonlar bor. Hurmatga sazovor bo'lgan insonlar gapirishni istayman. Yana bir marta kollektivimiz nomidan xush kelibsiz aziz mehmonlar. Qadamlaringizda hasanot Nuriddindan Pardamurod aka, yana uzoq umrlar ko'ring. Hamma vaqt xalqimizga xizmat qilib, xizmatdan charchaman. Bu xizmatlaringizni kollektiv hech qachon unutmaydi. Oqsoy xalqi nazariga tushgan buyuk inson, buyuk shifokorsiz. Hamma vaqt yaxshi kunlarimizga, to'y ma'rakalarimizga birga bo'lishini tilakdoshiman. Rahmat, tashakkur deymiz. Albatta, deyishadi, do'st bilan obod o'yin gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir qoshona ham. Siz ana shu bugungi mehmonlar, bugungi kollektiv uchun albatta aziz ustozsiz. Ustoz siz kim? Hammalari sizni hurmat qilishadi. Sizdan insonlarga qanday yaxshilik, qanday ezgulik qilishni o'rganishdi va dunyo boricha sizga eng yaxshi niyatlarni tilab qolishadi. Bugungi kollektiv nomidan siz uchun albatta esda qolarli sovg'alar bor. Albatta gulduros qarsaklari sadosi ostida taqdim etamiz. Tashakkur deymiz. Marhamat, sovg'alarni qabul eting. Albatta aziz ustozimiz Sulaymonov o'zlari ham yaxshi niyatlar bor ekan. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli og'aynilar. Mana bugun yigitlarning bayrami ekan. Shu bayram bilan yana bir bor hammalaringizni tabriklayman. Hali sana ochilganiga 60 yil to'lgan bo'lsa, shu 60 yillik bilan muborakbod etaman. Gullagan vatanda biz baxtiyormiz. Tongul ravshan o'z erkiga yormiz. Do'stlar qatorida shukr biz ham bormiz. Yashnay bir doimo Dorul Omonim, muhtasham diyoring jon Samarqandim. Güzel ve betakrarsan, mustahkam şu O'zbekistonimiz yana ham rivojlanaversin. Hammalariniz sog' salomat yuringlar. Büyük o'tgan hofizlarning aytishicha, Komiljon ya Ortiqotajonovlarning aytganlaridek, shular bir 4 yillik dunyoda hammamiz mehmonmiz. Oratan yerimiz hammamizga bitta. Xalq uchun xizmat qilishda charchamanglar. Ko'zim ochib ketar oldum men sendan, avvaldan bevafo dunyo qo'shindi. Bir umrga bir yostiqqa boshlagan ko'rar ko'zim yostiqdoshim qo'shindi. Yoqmasa ortog'ini oshilarsa, bu dunyoda ustun bo'lmagan hech kim bir kun yoqamizdan tutar dunyoga. Yaxshi insonlarni eslab, doim eslab berish kerak. Hammamiz mas'ul. Yaxshidir insondan yaxshi ot qolsa, hikmatlaring mangu barhayot qolsa, insoniy nomidan bir isbot qolsa, seni mangulikka eltar dunyoga. Qalancha ishlaydi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Yaxshi inson degan gaplar umrbod bormiz, eslab beraylik hammamiz. Hammalariga sog'lik, salomatlik, oilalaringizga tinchlik, totuvlik, umrlaringizning oxirigacha g'am ko'rmangizlar, kam bo'lmangizlar. E'tiborlaringizni rahmat. Rahmat, tashakkur deymiz.
albatta bugungi shifokorlar bayrami ekan. Endi esa navbatni Gulnora Abbosova, akusher ginekologga beramiz. Albatta yaxshi niyatlarni eshitamiz, tinglaymiz. Marhamat, apay Gulnora Abbosova. Ham shifokor, ham yak boniyoki 5-50 hunar است. راست گوک سری را آشکار کنم برای شمایان. قریب 3 سال می شود که من از دست انمی بالا می خواهم که شمالک تنوری خوریم. بعد از این گفته ها البته امسال نرمال تیار میکنن. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم دوستان. Bu yerga, bu makonga jam bo'lganimizning sababi ustozimiz Sardamurod aka Sulaymonov demakdir. Didorlashuv. Sulaymonov Sardamurod aka men 80-yil ishga kelganimda bu kishi faoliyat yurib ishlab yurgan edi. Bu fidokor hokim muloyim, oqil odam edi. Bizlar bu kishini qo'lida ko'p nimalarni o'rgandik. Sulaymon aka, Sardamurod aka Sulaymonov biron marta bizlarni qattiq urushmagan, faqat bitta gap bilan nima qilardi. Bizlar har yili gadavoy achorni topshirganda harakat qilardiki, vimpel bayroqlarni qo'lga kiritishga harakat qilardik. O'zbekchani yaxshi bilmaganim uchun uzr. ما در دست سلیمانوف یک هنرها یاد گرفتیم تحت نظارت این کس همین و یاد رسیدیم. خودمون با استاد شدیم. Sardamurod aka شما را صحت سلامتی بخت اومد می‌طلبم. الهیم جاویدان زنده باشد. و آخری سخن داشتیم که ما وقتی کار آمدگیم در 6 نفر بودیم. حاضر بالشمون 45 کایکه بود. حاضر بعدی رفتنی استادمون انقراض دوا خوردیم. 45 کایکگیش با خانمون TVP بعد مبدل شد. حاضر با کارگرای نو همه فعالیت با سرداری همدم و فرایندین با کار برده ایستادن، خلق خدمت کرده ایستادن و با خاطر می‌بیاریم و یا گذشتگانمون همین رسمشون داده موندگیه. همشیره همون حلیمه یادگار و مبارای فیضی و فراغت شمی و محمد رجاوتا عمر و شرمان خور محمد شراکو اصلدین اکا یوسوفو بالتایف ارسکل اکا دانیاروف ربیم اکا محکم خولا اویخس خولا بستون خولا دوران و هم یکاشون آخرتشون آباد باشه، روحکاشون شد باشه. دیگر چیگم همتون در صحت سلامتی زندگیاتون در بخت و سعادت خوش آمدی همتون. رحمت تشکر میگویم. خانده نبخشن تشکر. البته با پناهی تبریکاتی هست. یعنی yaxshi niyatlar bo'lsa albatta eshitamiz. Marhamat. Apay Shafoat. Shafoat opa sizni taklif etamiz. Tojikchada shifokor hamshiralarni yaxshi bir so'z bor. Sizni aytib bo'lgandan keyin sizga aytamiz, nomingizga mos. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizlarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, oilangizga fayz baraka tilayman. Hammalar umrlar uzoq bo'lsin. Hammalar meni bunda hamshagida yosh, shuncha yil ishlagan bo'lsak-ku, oldingida hammalarimiz yosh. Umuman hech kim qarimagan.
berganlarning ham oxiratlari obod bo'lsin. Bizlar nimaga erishgan bo'lsak, nima o'rgangan bo'lsak, aziz ustozimiz Pardamurod akadan o'rganganmiz. Rahmat sizga. Umrlar uzoq bo'lsin. Sizlardan oshib yirik. Hammalaringizga sog'lik, salomat. Nima aytishni bilmayman. Sog'lik, salomat tilayman. Mana shu 60 yillik yubiley bilan hammalaringizga tabrik. Yana mana shunday kunlar nasib qilib, yana mana shunday o'tiraylik. Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Safod opa, tojikchada bitta gap borki, hamshirahoy shafqat deyishadi. O'zbekchaga tarjima qilsak agar shafqat hamshiralar deyishadi. Sizga o'xshab, albatta shifokorlarga tashakkur deymiz, yaxshi niyatlar uchun. Bugungi kunga o'xshab yosharib yurish nasib aylasin deymiz. Rahmat, tashakkur. Albatta yana yaxshi niyatlar bo'lsa, bugungi kunni biz Shahnom kitobiga, Shahnom zavaraqlariga muhrlaymiz. Albatta tarixda qoladigan kun. Yaxshi niyatlar bo'lsa, eshitamiz, tinglaymiz. Marhamat. Xayriddin aka, yagon kas bo'lsa agar boz qanday tabrikoti Meşnavi. Assalomu alaykum. Hamkoroni aziz, ustozi muhtaram, hamkasaboi aziz. Mana imroz rozi xursandi, rozi jamshavi hamai korgaro, rozi 60 solagi bahna balnitsamon, shudashavi shifoxonai Oqsoy. همه شما رو برای روز خورسندی مبارکباد میکنیم. الهیم خاندانتون در همه وقت خورسندی شود، خوشبختی ها شود. چی نیتکا داری همتون به همین نیتکاتون رسه. استازمون الهی عمری دراز بینن. خدمت خلق ده همه وقت عمرشان نمیخواد سراشان سفید شد خدمت خلق ده. ما همه حرمت نانگی کار در چی میگن چسنی بودن همه استاد ما یاد گرفتگیم. همه خیلی وقتی همین زمستان پیش زمستان جدا سخت می اومد برف 1 مترم میشد. یکی ترانسپورت نیست. دکتر پیاده می اومدن چند قشلاق تای کده اقصای شفاخونه می بیان. هم وقت ویام نیست می پایافزوله هم گفتی اما پین یکی هم هوا نگاه نکده اومده کارشونه تا باش شود کار کده دم بالنسه می رفتن. ما هم وقت یاش بدیم نمیدونستیم قدرشونه. یکی جای خموس وقتی ویده اومدیم حقیقتا ما حرمتمون بلنده استاز مونده. ما همین ویمونه بسیار از همین استاز آموختیم در زندگی. به استاز هیچ کس وای نمیشه. شاگردا و بعدی بر وای استاز گرفتنشون در کار. تربیه استاز گرفتن در کار. ما خرسندیم. دکترمان وراج نیستن. پروفسور گویم میارزه. به نمانگی وای اوزی و نمانگی وای دیاگنوز شروع میمونن. ما حاضرم همین استاد میریم دیاگنوزمون رو انیق میکنیم. نه که اومده با همین استاد ما وای میپرسیم مسئولیت میپرسیم با گفتگی همین کارای هم نو میکنیم. همین خیلی ما استاد جدا وای ما بلنده خلق اقصای ایمینه با دیگه خلقشونم. همین خیلی ما خرسندیم. ما همین خیلی استاد داشتگی مونده. ما همین فخر کدام میگردیم. الهیم همین 100 ساله شما با گفتی وای همین استازی کنن مادر. تشکر میگویم که امروز آن گفتنی ها را چندین روزها در قلب پیدا کردند و بهر تمام کلکتیو گفتند که آن لحظه های دوره های گذشته را، دوره های شوروی را که برف های بلند بود و اینقدر راه های دور و دراز بود و به یگان ترانسپورت اتومبیل ها طی کرده آمدن برای خلق و مردم اقصای خدمت کردند. تشکر دیمیز عزیز استاد با ریزگی شکرانه‌لر دیمیز. البته yaxshi niyatlar yana bo'lsa agar eshitamiz. Marhamat. Neredeyse ben buladı. 5 til, 6 tilde buladılar. Hemen Özbekçe gapiraysiz uchun ustozimiz haqiqatdan ham mehnat qilganlar. Rahmat. Biz ko'p narsani sizdan o'rgandik. Ayniqsa bir haftalar uyga bormasdan ham ishlagan inson. Endi qadrlari juda ham bizlar uchun ulug'. U kishining mehnatini bizlar bilamiz. Yoshlar bilmaydi. Haligacha bizlar qishloqimizdan, boshqa qishloqlardan
tog'ni tagidagi qishloqlarda hammasiga xizmat qilgan inson. Haligacha xizmat qilyaptilar. Bitta bu kishi emas. Bu yerga nima ham bor? Ismoil aka ham juda ko'p xizmat qilgan. Og'ir kunlarga buni yoshlar bilmaydi. Shofyor bo'lib ishlagan, lekin ko'p Jamol aka ishlagan. Og'ir kunlarga mana Munira ishlagan, mana bular ishlagan. Ko'p mana o'tganlar ishlagan. Xudoga shukr, mana shu kunlarga yetdik. Sizga juda rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringizga bugun mediklar kuni. Sizlarga ham tabriklayman. Sizlarga ham uzoq umr, baxt, saodat. Mana hoji onalarimiz o'tiribdi, xizmat qilingan. Hammalaringizga bayramlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat deymiz, tashakkur. Albatta shifokorlarimiz, hamshiralarimiz, sizlar boshchiligingizda ustoz bilan birgalikda raqsga taklif etamiz. Endi bugun bayram, shifokorlar bayrami. Albatta yaxshi kunda raqs, qo'shiq birgalikda o'ynab kulib raqsga tushamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin deymiz va albatta yana bitta albatta 4 qator she'r ustoz uchun avvalon aytasiz, keyin bugungi jami kollektivni tabriklaysiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalo ustoz, sizga katta rahmat deb tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Avvalo men ustozimni birinchi qildim, keyin buyog'ini hammasini tabriklayman. Ko'zimizni ochib, meni birinchi ustozim mana shu kishi. Men o'lguncha minnatdorman u kishidan. Hamma hurmat qiladi. Shu qator men ham hurmat qilaman. Oilalarimiz hammamiz hurmat qilamiz. Shular qatori sizlarga ham hammalaringizga avvalo sog' salomatlik tilayman. Nima desam, uzoq umr tilayman. Har bir oilalaringizda tinchlik, totuvlik, osoyishtalik bo'lsin. Sog' salomat yuringizlar, bolalaringizning, nevaralaringizning baxtiga. Topganlaringiz hamisha to'ylarga, tomoshalarga, yaxshi kunlarga buyursin. Allah Parvardigorim shu kunlarga yetkazdirganiga men shukr qilamiz. Nima deyman yana? Hamma gaplarni aytib bo'ldim shekilli. Rahmat deyman yana bir bor. Hammalaringizga Rahmat. Endi o'tirmaymiz, birgalikda raqsga tushamiz. Shu qo'shiqlar bor, o'ynab kulib raqsga tushib bugungi bayramni shodiyonani oliy darajalarga o'tkazamiz. Marhamat.
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در طربخانه بخت در جشن 60 سالگی یوبیلی شفاخانه چسکوی آقسای در خدمت بودیم و البته استادان عزیز را از نام شاگردان تبریک کرده. تمام کلکتیو را با روز شفاکاران تبریک کردیم. همراه شما این لحظه های تاریخی را پیشکش کردیم و کمی باشد از گذشتگان یادآوری کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.